Assalomu alaykum Bekabzor kanalining hurmatli obunachilari. Hurmatli obunachilar, non apparatlar narxlarini yangiligiga yetib kelganmiz. Menga yoqdi, o'ta ham zo'r ma'lumotlarni oldim. Sizlarga ham ilindim. Videoni oxirigacha ko'rsalaring to'liq ma'lumotini berib o'tganmiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozir bizga to'liq ma'lumot Farhod akamiz berib o'tadi. Qanday afzalliklari bor, qanday ishlaydi, shular haqida to'liq ma'lumotni berib o'tadi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Kelinglar, charchamang. Aka, endi obunachilarimiz uchun bir qator ma'lumotni berib o'tsangiz, bu qanday ishlaydi, qanday afzalliklari bor? Bu apparatimiz Novoy akalarimiz uchun. Hop, Ustanovlarimiz. Buni 220 ga ishlaydi bu apparatimiz. 220 ga ishlaydi. Sodda qilib ishlangan. Bitta kulchator bilan bosiladi, bo'ldi. Ortiqcha nima kerak emas bunga. Ustanovimiz yuradi. O'zi bir kurga aylanib, nimasini topib oladi. Markazini topib oladi. Markazini topib oladi. Bo'ldi. Ustanovimiz davom etadi. Zuvalarni qo'yadi bu yerga. Bu yerda qolipimiz bor. Qolipimiz urib beradi. Bu yoqda chekichimiz bor keyin. Chekichlab chiqarib beradi. Chekichlab chiqarib beradi. Hozir aytdingiz, soatiga 600 tadan 800 tagacha deb o'tdingiz, a? Masalan, stanogimiz soatiga 600 tadan shu 700 ta 800 tagacha chiqarib beradi. Nonni yasab beradi. Undan ko'paytirsam bo'ladimi yoki uni? Yo'q, bu standartimiz shu. Standartimiz shu. Masalan, hozir dastakka chiqarib olsang uzoqroq qo'yam. O'rnatish muammo emas ekanda, xudo xolasa buni. Yo'q, bularni o'rnatish muammo emas. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavkamiz bepul. Dastavkamiz bepul. Bunimiz nima deyiladi endi bunimiz? Bunimiz qanaqa mahsulot? Bu nerjivinkamiz, bu zanglamaydigan material. Bu zuvalarni chetga qo'yib beradi, sentrovka deyiladi. Sentrovka deyiladi. Sentrovkaga olib borib beradi bu. Bu avtomatik yuradi bu. Yuradi. Bu endi stanogimiz komplekt deganda bu bir komplektga bitta qolip, mana bu qolip, chekich kiradi bir komplektiga. Keyin bundan tashqari agar ikki xil qolifda chiqaraman deydiganlarga qolifimiz bunisi pulli bo'ladi. Komplektida bitta qolip, bitta chekich bor lekin. Yana bitta qo'shib beriladi desa, komplekt shunaqa chekich bilan qolib. Bundan narxi. Bunisiga 1 million so'm qo'shiladi. Bunisiga 1 million so'm qo'shiladi. Xo'p aka, bu mexanizmlar qanaqa endi buni ishlash mexanizmlari? Masalan, qancha buzilib qolmaydimi bu boshqa? Yo'q, bu stanogimiz ishlash nima sodda qilib ishlaganmiz, hech qanaqa nimasi yo'q. Bu stanogimizga 6 oy garantiya beramiz. 6 oy garantiyasi bor, demak. 6 oy garantiyasi bor. Bunimiz nima aka? Uni teshikdan bu kompressor, vozd havo keladi. Havo orqali ishlaydi bu silindrlarimiz. Olib borgan odam masalan nima qilib turish kerak aka shunga? Bunday buni sotib olishsa, olib borib o'zimiz ustanovkasini qilib, stanovda yurgizdirib, to'liqroq ma'lumotni berib o'tamiz. O'shanda o'rnatib, urgatib qo'yasiz. Urgatib kelamiz albatta. Dastavkalarimiz qanaqa bo'lyapti aka? Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmati bepul. Dastavka, Qarang, endi hozir bir xilda bu yerda 3 xil, 4 xil, bir xil turibdi. Shuni kattaroq qilib yasab ber. Men ish joyim katta deganlar uchun unga qanaqa bo'ladi? Uning uchun zakaz mobaynida katta e'tirom 6 taligimiz bor. 6 taligimiz bor. Bunimiz qanaqa aka? Bunimiz bittalik ekan. Bu ekonom variant, bu rishnoy. Rishnoy bo'lib, rishnoy ham emas u. Bu bitta faqat qolip urib beradi. Mana bu chekichimizni rishnoy qo'yib turiladi xolos. Qolip tushganda chekich qo'yadi, bo'ldi. Chekichni ham bosadi demak. Yarim rishnoy degan. Bu qanaqa? Siz nechta non ishlab chiqasiz? Bu soatiga ishlanganmi? Bu yo'q. Bu endi nimaga qarab, odamni ishlash o'ziga bog'liq bu. O'ziga bog'liq bunimiz. Bunimiz taglarimiz MDFdan bo'lgan, Bu MDF taglarimiz birlik list bu, temir bilan baquvvat qilib ishlangan. Xo'p, shuncha ma'lumotni berib o'tdik aka. Narx qiziq endi obunachilarimizga. Bu apparatimiz narxi $900. Test kompressor, 900 dollar. Bitta qolip, bitta chekich bilan $900. Mana shkalasi $900 shu turish, albatta. Shu turish $900. Masalan, uzoqroq olib bersa, o'rnatish muammo emas, buni shunda qo'ysa, yoqsa bo'ldi, ishlab ketaveradi. Yo'q. Bu oddiy sodda qilib ishlangan, bo'ldi. Kulchatorda yoqamiz, bu sentrovkasini o'zi aylanib topib oladi. Bo'ldi, ishlayveradi. Xo'p. Ichki mexanik 6 oy garantiya dedingiz, a? Bu 6 oy garantiyamiz bor. Bunimiz nima aka? Mana bularimiz. Bu kulchatorimiz o'chirib yoqish bo'lsa, bu voltmetr. Tokingiz sizni nechi kelyapti ko'rsatib beradigan voltmetr. Voltmetr. Masalan, har joyda tok ko'p borishi mumkin-da, o'zini qarshiliklari bormi? Bor albatta. Bu
mana shu yerdan legirovka qilinaveradi. Misol uchun 220 ga ishlaydi bu apparatimiz o'zi. 220 ga 220, ha. Endi misol uchun tok o'ynab turadi, 30, 190 bo'lib qolishi mumkin. Unda ishlaveradi, muammo yo'q. Bu legirovkamiz bu. Balandlat, pastlat, tezlik. Tezlik. Aha, albatta. Endi masalan olib borgan odam uyga, masalan buni yog'lab tur, boshqa degan joylari ham bormi aka? Ha, buni endi o'sha olib borganimizda tushuntiramiz uni. Hozir bunda tushunish juda qiyin u, lekin muammo emas. Olib borib berganimizda albatta uni tushuntiramiz. Yo'q. Obunachilarimizga qiziqdi aka, masalan, o'shani ham aytib o'tib ketaverasiz. Ha, mana bu yetimizga yog' quyiladi mana. Ha, qanaqa yog' quyadi aka bu? Shu semichka yog', salat yog' deymiz. Albatta. Bo'ldi, mana shunga yog' quyiladi. Bo'ldi, bu stanogimiz o'zini o'zi yog'lab turadi. O'zini o'zi yog'lab turadi. Xo'p, kompressor qanaqa bo'lyapti aka narxlari? Kompressorlarimiz xo'sh, har xil kompressorlarimiz. Hozir skidka qilganmiz, kompressorlar bilan $1000 ga beryapmiz. Stanoklarni. $1000 ga, masalan, kompressor bilan olmagan $1000 ga. $1000 ga, kompressori bilan $1000. Kompressor $1000 bo'ladi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, to'liq ma'lumot mana kompressorlarni ko'rib o'tamiz mana. Shu deydi kompressor aka? Ha, shu 50 talik, 30 talik. 50 talik, 30 talik. Bu qancha bo'ladi aka bu narxlar hozir? Hozirgi narxlar. Bu narxlar, hozirgi narxlari bularimiz $120. Bunimiz $130 atrofida. 130 bo'lyapti. Bizga berilishi, lekin qolgan o'zlari olaman desa, balkim o'zlarida arzon bo'lishi mumkin. O'zlarida arzon bo'lishi. Hurmatli obunachilar, kompressor narxi 2024 14-may narxlari. Masalan, bu oshishi ham mumkin, tushishi ham mumkin-da. Mana hurmatli obunachilar, to'liq ma'lumot berib o'tdik deb o'ylayman. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Aloqa qilsang, biz berilgan ma'lumotlarni ustakamiz o'zi berib o'tadi.